Men dadam esim tanigandan beri nos chekadi. Doim 50 so'm pul berardi, pastga tushib, nos olib chiqib berardim. Bir kun kechqurun, ya'ni pul berdi, pastga tushdim. Dada noschilar yo'q, ketib qopti, nos qolmagan. Dadam mayli dedi, yoqa yurdi. Xumor tutyapti-da endi. Oxiri katta akamning oldiga keldi, akam, nos chekadi. Jamshid, nosingdan berdi. Dada nima deyapsiz? Men nos chekmayman. Jamshid. Men seni urishmoqchi emasman, shunchaki nosingdan berdi. Dada kim aytdi? Men nos chekmayman, dada nimalar deyapti? Jamshid! Nosingni ber. Nos chekmayman dada. Keyin dadam aytdi, hozir qidiraman, topaman. Men o'yladim, "Всё, akamni haydab yuboradi endi. Kurtkasi menga." Oyoq kiyimini ikkinchi akam oladi. Va nihoyat men balkonda yotmayman endi. Bilasizmi dada nima dedi? Jamshid, hozir qidiraman, topaman. Senga bermayman dedi, bo'ldi.